İşten erib kelgan vaqtingiz bir chin suyuqashni oldingiz qo'ysam hargiz rad qilolmaysizgu deyman. Ta'mi o'zgacha achchiq chuchuk ashqa yeringiz bilan boradigan suyuqash qilishni o'rganib oling. Etil usuli intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizsiz. Buni qanday qatdimki qanamiz birlikda o'rganaylik. Avval qo'ygushining mayliqroq yeridan to'g'rab tayyorlab olamiz. Uningdan keyin dufuni qan shaklda to'g'rab tayyorlab olamiz. Mogoni ushaq to'g'rab olamiz. Pomidor, qizilaz, ko'klazlarni baştik saylarni qanday to'g'rab olgan bo'lsak, shu xil holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Qozonga bek ozmay qo'yamiz. Go'shtni silib sarg'aytib qo'rib olgandan keyin piyozni silib qo'raymiz. 2 gram atrofida tuz silib etamiz. Uningdan keyin mogo pomidorni silib, pomidorning suyi chiqishi qo'rib olamiz. Ta'min bozornikidek chiqiraydisangiz, cho'ng ustamning suyuqash tetqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lmish oilda suyuqash etsam ta'mini, rangini yaxshi chiqaramayaptimi degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar, ta'mi gap ketmaydi. Suyuqash tetqisida mayli sho'rpiliqda amlarni qiling, mayli suyuq silang tomoqlarni qiling, har qandayga o'rtaq ishiltishga mos keldi. Uningdan keyin siyanglar qizarmay qolsa, bir qo'shq atrofida pomidor jang silib olsanglar bo'ldi. Uningdan keyin ko'k pirchoqni silib bir ishga qo'rvatgandan keyin odam sonimiz qarta muvofiq miqdorda suv quyib olamiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Hozir 60 xil darsimiz faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran tutgan numar shu. Ondan keyin dulfun morni silib bir qaynagandan keyin tayyorlab olgan cho'pimizni ushaq tashlab olamiz. Ash tashlab asal qo'yilgidek bo'lgan chaqda basayni ushaq to'g'rab silib etamiz. Ondan keyin qizilaz, ko'klaz, samsaqlarni silib, tuz ta'min etib, bir qo'shq atrofida ochiq suv quyib olsanglar, ta'm texim payiz bo'ldi. Manda o'xshitib uydagilaringizga suyuqash etib beradigan bo'lsangiz, maqtab turib ichib ketadi. Amsa do'stlar, ko'rib qochib ketganlarni chidamas deymiz-ku. Inkas rayini haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizga rahmat. O'rganib oldingizmi? Qaynamiz siz mitib sinab beqing.